Uyalmaydi, voy. Ularni taniysizmi? Yo'q. Taniysizmi? Bu insonni taniysizmi? Ha, taniyman. Akrom Abdusalomov bo'ladi. Akademik ishlar bo'yicha prorektor. Bu insonni taniysizmi? Ha, taniyman. Absalomov Akrom akam akademik ishlar bo'yicha. Bu insonni taniysizmi? Ha, taniyman. Abdusalomov Akrom aka. Qaysi lavozimda ishlaydilar? O'quv ishlari bo'yicha prorektor. Bu insonni taniysizmi? Da Absalomov Akrom aka. Siz qaysi lavozimda ishlashlarini bilasizmi? Akademik ishlar bo'yicha Prorektor. Rahmat. Siz taniysizmi? Xorijiy til anaqa bilmayman. Bugun sizlarga TIUda o'quv jarayoni va akademik ishlarga mas'ul bo'lgan rahbarimiz Absalomov Akram Talibayevni tanishtiramiz. Akram Talibayev TIUda o'quv jarayonini tashkil etish va ta'lim sifatini nazorat qilish, o'quv reja, dasturlar va darsliklarni tashkil etish va pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malaka oshirishiga mas'ul xodim hisoblanadi. Absalomov Akram Talibayevning asosiy maqsadi TIUda xalqaro standartlarga mos, sifatli va zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirish, har bir talabaning akademik muvaffaqiyatini ta'minlashdir. Agar sizda o'quv jarayoni, darslar sifati yoki akademik masalalar bo'yicha taklif va fikrlaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.